Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Avvalo barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Bugun butun dunyo bo'ylab mehr-saxovat kuni. Mana shu kun munosabati bilan Iqtisodiyot va pedagogika universitetining hurmatli ustozlari, qadrli talabalari jamoasi birgalikda ajoyib tashabbus bilan mehr-muhabbat ulashishni, muruvvat ko'rsatishni maqsad qildik. Shunday ekan, bizni tomosha qiling. Iqtisodiyot va pedagogika universitetini jamoasi mehr-muhabbat ulashda davom etadi. Biz esa hozir viloyat dermatologiya markaziga tashrif buyurdik va bu yerdagi bolajonlarimizni yo'qlab, ularni quvonchlariga sababchi bo'lish umididamiz.